Assalomu alaykum aziz birodarlar, aziz yurtdoshlar, hurmatli akalar, ukalar, jamiki bir yurtimizda yaxshi insonlari, xullas hammasi demoqchimizda. Bugun mana 10-mart sanasi ro'zamizda inshaalloh 3dan 2si o'tib bo'ldi. Ro'za tutganlarga Alloh ajrini ko'paytirib bersin. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Aziz birodarlar, bugun bir bu chiqishimizda chiqarganimiz va ta'sirlanib chiqazligida bir akamiz telefon qilib qoldilar. Labbay aka deganimda bir onaxonni betob mazalari yo'q, juda og'ir kasal. Shu qanaqadir jigar bilan bog'liqda, yana jigar sirozi deb shunaqa kasal. Shunga bir qanaqadir yordam kerak deganday qildilar. Xullas imkon boricha yaxshi insonlar bor, kimlarga yordam beramiz, berib ham kelyapmiz yordam inshaalloh. Mayli o'shani berib ro'za Ramazon kunlari berib qo'ysa savob bo'ladi. Kimlarga iltimos qilamiz va akalar beringlar, yo'q insonlarga beringlar deb iltimos qilamiz. Lekin unaqa bo'lmayapti-da. Biz hozir ko'p g'iybatga qarshi bo'lganman. Birovga yaxshilik qilishning o'rniga faqat g'iybat qilyapmiz, ayniqsa erkaklar bu. Xullas o'sha onaxonni uyiga qo'shni turadigan, endi men bilmayman shunaqa deyishdi. Qo'shni turadigan bir ikkita uy nariga turadigan odam umraga ketdi yaqinda deyishdi. Vaholanki odam umraga juda ko'p borgan ekan. Akalar, baraka topkunlar. Shu umraga bir marta kam borib, shu jigari siroz ekan, yo shu kasal ekan, o'sha pullarni o'shanga bersa nima qiladi? Nima bo'ladi o'shanga bersa nima bo'ladi akalar? Shu jon akalar shunchalik bizga hozir hurmatli prezidentimiz, jonajon yurtimizda rahbari baraka topsinlar, shunchalik keng sharoitlar qilib beryaptilar. Mayli umraga borish ham kerak akalar. Shu qo'ni qo'shniga ham bir qarash kerak-ku endi. Shuning uchun men hech kimga o'rgatmoqchi emasman, birosa ta'sirlanib shunaqa insonlarga chiqish qilyapmiz hozir akalar, ukalar. Mana ko'chalarga qaraylik. Ko'chalar mana yomg'ir yog'ib, qor yog'ib yotibdi, mana suvlar yig'ilib yotibdi. Ariqlar hali bakalashka bilan yoki bir bolachalar marojniga anaqalar bilan musurib yotibdi. O'shalarga latoq qo'ydiraylik. Yoki mana chuqur joylarda yama deydimi, o'shasiga o'shalarni tuzataylik akalar. O'zimizni qo'limizda, yoki jon akalar, yurtimizni go'zal qilish. Shunchalik rahbariyatimiz, shunchalik bir mana bu shu yurtboshimizdan tortib buni yoniga turganlarga to bizgacha harakat qilsak, yurtimiz gullab yashnaydi akalar, jon akalar. Nima qilamiz? Hadib endi o'sha yoqqa chopib endi. O'sha jigari siryozmi o'sha opaga balkim siz umraga borganingizdan zavq ko'p savob beriladi. O'shanga bersangiz ko'p savob beriladi. Yo siz umraga borishingizdan balkim uniki zarurroqdir, shuni o'ylab ham ko'raylik jon akalar. Umraga borish ham endi hozir qanaqa bo'lib qoldi bilmayman. Nima o'zbeklarga bitta gapni ko'ndirib bo'lmaydi. Bitta gapga gapirsa tushuntirib bo'lmay qoldi. Nimaga bunaqa bo'lib qoldi? Qilaylik, bir odamga bir ozoq yordam qilish ham, bir odamga bir e'tibor qilish ham jamiyatni go'zal qilishga akalar. Tushunarsiz holat bo'lib qoldi-da. Hozir endi bir ba'zida ichimiz ham kuyadi-da mana shunaqa narsalarga qarab. Jon akalar, jon hoji akalar. Ko'zimizni sal ochib, sal yon qo'shniga, aka-ukaga qaraylik hozirroq. Nechta odam mana ketyapti, nechta odam o'tib ketyapti. Mana bugun bir biz uchun yaqin inson kecha joylari jannatda bo'lsin. Ro'za kunlari bu dunyodan narigi dunyoga rahmat qildilar. Yaxshi inson o'tib ketdilar.
O'sha kishi umraga bormagandilar vaholanki. Lekin qilgan savoblari kelaversa umradan ham baland bo'ldi. Mahallaga ko'p ish qilganlar, masjidlarga ko'p xizmat qilganlar. Bugun endi hozir umraga borish ham bizga bir qanaqadir bir og'riqdek qoldimi, bilmadim endi. Shu qaraydik, shuni e'tibor qilaylik ozroq. Biz faqat hozir g'iybatga e'tibor qilyapmiz xolos-da, birovni qilgan, qilmagan ishini shu mahkam ushlab olib, faqat shu g'iybatga e'tibor qilib qoldik-da akalar. Kimdir to'g'ri gap gapirsa, darrov uni ham bir aybini topib, uni ham bir uyaltirishga o'tib qoldik-da akalar. Qilmaylik shunaqa narsalar, jon akalar. Ya'ni erkak kishiga endi bir-birini orqasidan tosh otib g'iybat qilib yarashmay ham qoldi, lekin biz shuni qilyapmiz-da hozir. Biz degani bittasi, mana bittasi sizda endi xullas. Shuni eshitadiganlar, bu hammaga tegishli emas. Bir xillar misol uchun bunaqa ishni qilmaganlar, akalar uzr so'raymiz, ko'ngli yormaysizlar. Endi qilganlar shu. Odamlarning yuziga boshqa muomala, orqasiga boshqa muomala bo'lib qoldi hozir. Tushunarsiz bo'lib qoldi akalar. Men kimdir bu gapim bilan nafsonatiga tegmoqchi emasman, misol uchun, lekin o'ylab fikrlaylik-da. Misol uchun mahalla boshqoni ham, ya'ni kim yordam xohlasa mahalla boshqim deymiz, ya'ni mahalla raisini, mahalla raisiga bor. U mahalla raisi ham aka qaysi biriga yordam qilsin, o'sha mahalla rais bizning mahallamiz rahbarida. Endi misol uchun bir rayonga bir hokim rahbar bo'lsa, bir mahallaga o'sha mahalla raisi rahbarda. O'sha mahalla raisini yoniga umraga boruvchi akalar, o'tgan yil borgan ekansiz, yana hadeb borgandan ko'ra o'sha rais mana bizdan deb shu umraga ketadigan pulingiz yarmisini mana deb bering, o'shandan ko'p savob olasiz. Endi buni ustozdan eshitganmiz, kitobdan o'qiganmizda. Endi misol uchun Rasululloh payg'ambarimizning hadislarini o'qiganmiz, amr ma'ruflarga eshitganmiz misol uchun. Bir odam yaxshilik qilsa qancha savob olishini. Endi buni gapirish shartmi, bilishimiz kerakki, vaholanki o'sha shu ishni qilayotgan akalar masjidlarga olli qatorga da'vogarlik o'tiribdi. Endi biz masjidda olli qatorga da'vo qilishdan oldin o'shanga loyiqmikanman deb savol ham berib ko'rish kerak-da endi. Shuning uchun sabr ham kerak endi, sabr. Har yili umraga borib Rasululloh payg'ambarimizning hadislari bor endi, misol uchun bir soatlik sabr, bir yillik toat ibodatdan savob oladiganlar. Endi misol uchun sabr ham qilaylik endi. Mahalla bor, qo'ni-qo'shni bor. O'sha onaxonni boquvchisi yo'q, eri o'tib ketgan. Vaholanki sizni mahallangizga turmaydigan, sizni mahallangizga yashamaydigan 5 begonalar o'shanga yordam qildi. Qildi yordam. Kimdir uncha berdi, kimdir uncha berdi. U sizni mahallangizga turmaydi bular. Biz qo'shnimizga yordam bermaydigan holatga kelib qoldik-ku akalar. Qo'shnimizga tosh otadigan holatga kelib qoldik-ku jon akalar. Sal to'g'ri gapirsa birimiz yozib ham beryapmiz ustimizdan akalar. Qilmaylik shunaqa ishlar jon akalar. Shu yurtimiz go'zal bo'lsin, chiroyli bo'lsin. Birimizni tosh otgandan ko'ra birimizni keladigan toshga qo'limizni qo'yib, boshimizni ehtiyot qilaylik akalar. Kelinglar shu baribir o'tamiz-ku jon akalar. Bizdan zo'rlar ham o'tib ketdi, kachoqlar ham o'tib ketdi, pachoqlar ham o'tib ketdi. Biz ham o'tamiz-ku. Bugungi holatda kimdir to'g'ri gapirsa, uni borib endi uni ustiga tosh otaversak, kimdir to'g'ri mavzuni olib chiqsa, uni har xil narsaga qilaversak, kimga kerak bu? Akalar, baribir o'tamizda. Aytamanki, kecha bir yaxshi inson o'tib ketdilar-da. U kishi umraga bormadi. U kishi odamlarni o'xshab davron to'rini egallashga harakat qilmadi. U kishi birovni haqorat qilmadi. U kishi faqat qo'llari savobga bo'ldi. Qo'ni-qo'shnilarga, aka-ukalarga, masjidga qancha xizmatlari o'tdi masjidlarda misol uchun.
Bir yetim yesir kelsa ham qo'llari ochiq yaxshi inson edi. Zo'r odam, bebaho odam. Lekin puli kamroq, birov e'tibor qilmasdi. Puli zo'r odamlar ko'p, puli kam bir so'm o'g'maymiz-da. Bizda mo'min musulmonlarda ahvoli shunaqa bo'lib qoldi. Zo'r odamni puli yo'q, bir so'm olmaymiz. Boyni endi bu bir pista po'choq qarzimasa ham puli bor, endi uni osmonga ko'taryapmiz-da akalar. Shu dindorlikda shuni tushunib qoldik-da. Bir hakim aytgan ekanlar-da, joy namozni ustiga bo'lib qoldi-da. Bizda mo'min musulmonlar joy namozi ustiga bo'lib qoldi. Xolos, lekin bu yoqlarni o'ylamayapmiz ham deb bilmadim. Fikrlash kerak deb o'ylayman-da akalar. Men bu gapimni kimgadir yomon tegmoqchi emasman. Men shunchalik roziman ana shu hukumatimizdan. Ya'ni yurtboshimizdan tortib to mana sizda hozir mana shu internetda hozir YouTube'ga chiqarib o'tib mana qarang, xotirjam, misol uchun fikrimizni bayon qilib chiqaryapmiz. Akalar, vaholanki tinchlik bo'lmasa chiqara olmaymiz. Tasavvur qilyapsiz, hozir mana chetlarga mana Eronmi, kim qayerlarga hozir urush bo'lyapti. Bizga tinchda, endi buni shukrni qilishimiz kerak akalar. Bu nimani hisobiga bu tinchlik? Bu tinchlik o'sha bizda yurtboshimizdan tortib to mana shu mahallamizda hali pasportlari bor, mahalla raisi bor, shulargacha bizni tinchligimiz uchun ishlayapti-da, baraka topsin shular. Akalar, shular uxlamayapti, biz uxlayapmiz-da. Shular uxlamadi, misol uchun Milliy gvardiya, ichki ishlar, xullas chegara pasportlari, o'sha voyenniy deymiz-ku, o'shalar uxlamayapti akalar. Biz xotirjam mana hozir saharlik qilib og'izni yopdik. Mana hozir telefonda, anaqada internetda chiqishdamiz. O'shalarni biz duo qilmasak kim duo qiladi? Ha deb umraga chopgandan ko'ra qilaylik, shularni duo qilaylik. Shular bizlarni chegaramizni mustahkam ushlasini saqlasin deb. Xo'p, mana ichki ishlar bizni yaxshilar, misol uchun mana bu qonunimizni chiroyli qilib olsin, adolatli olsin duo qilaylik. Milliy gvardiya mana ko'chalarga yomon insonlarni ko'rsa, misol uchun borib hujjatini so'rab, nimadir aniqlab olib ketyapti yoki olib borar, o'shalarni duo qilaylik. O'shalarni mana yaqinda hozir Toshkentda bir GAI xodimini bir boydi erkatoy o'g'li mashina bilan uryordi. O'shani oilasini, misol uchun bola chaqalarini duo qilaylik endi, misol uchun. O'shalar ham yurtda tinchlik uchun o'lib ketdi, bel bog'lab akalar. Qilaylik, misol uchun nimaga qilmaymiz? Hozir mana Eronda, kim qayerda hozir mana urush bo'lib yotibdi. Bizga tinch-ku. Nima qilamiz endi bugun? Ha deb umraga chopib akalar, bir ro'za Ramazon oyida ikkita qo'shimcha iftorlik qilib yetsak ham qancha savob olamiz. Qilaylik shuni. Hozir tinch iftorlik qilib o'tirmiz, nimani sharofatiga akalar? Shu tinchligimiz sharofatiga aka. Bizni tinchligimizni ta'minlayotgan butun, misol uchun odamlar kechasi tinch uxlasin deb nechta odamlar bosh qotirib yotibdi. Forma kiyganlardan tortib, yurtboshimizdan tortib, forma kiyganlardan tortib, hokazo. Biz hozir fisq fasod bilan shug'ullanyapmiz-da. Kimdir giyara chekkan, kimdir nasha chekkan, kimdir psixotrop tabletka sotgan, kimdir balo battar, kimdir g'iybat qilgan, kimdir bir-biriga tosh otgan, kimdir uyiga ishlagan ustoni haqqini bermagan, kimdir akalar, sal fikrlashaylik jon akalar. Xudo sizga beribdi, xo'p, umraga har yil borar ekansiz. Hab bir sal e'tiborli ham bo'laylik jon akalar. Iltimos endi. Mayli, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bu gapimizdan kimdir kamsitmoqchi emasman, kimdir qattiq qilmoqchi emas. Iltimos qilyapmiz xolos. Duo qilaylik, tinchligimizga ko'z tegmasin. Duo qilaylik. Mana shu yurtboshimizdan tortib to bizni tinchgina mana shu uyda saharlik iftorlik o'tirganimizda ta'minlab bergan ichki ishlar xodimi, Milliy gvardiya xodimi, chegara pasportlari hammasini duo qilaylik. Shularni bori uchun, boriga shukr qilib, shular bori uchun biz tinchligimiz bardavom bo'lsin, shular bori uchun biz tinch uxlayapmiz, turyapmiz. Yana aytamiz akalar, umraga boruvchi akalar, e'tiborli bo'laylik jon akalar. Bir odamni qonun tuyg'izgan
bir yetimni yoki bir boquvchi yo'lda qonun tuyg'izgan ishoning umradan ko'p savob oladi-da. Bu ustozlarning gapi, mani gapim emas. Jon aka, o'shaning uchun sog' bo'la, salomat bo'la, yaxshi kunlarga ko'rish nasib aylasin Alloh taolomiz.